Oktagonliga jang ber demaymiz. Parviz aka shartnoma qiling demaymiz. Akamizni nimaga shu vaqtgacha oktagonda ko'rmaganmiz? Farg'onada haqqoniy bayis bor ekan, bilmay yurgan ekanmiz, Mardonbek. Aka, endi mana xudo xolasa akamizni qo'llab homiylik qilamiz. Xudo xolasa Luboy joydan jang bersa, xudo xolasa akamiz tayyor. Xudo xolasa tayyormiz 77 da inshaalloh Parviz jang qilib bersa bizga teramiz oktagon, chashamiz xudo xolasa. Aka nimaga shu vaqtgacha oktagonda urishmagansiz? Primada ko'rmaganmiz oktagonda. Endi harakat qilganman, nasib qilmagan. Boshqa ligalarda urushib keldim, oxirgi payt oktagonga qiziqyapman. Oktagonni poyisini olib kelishga 77 da aynan. O'zingiz necha yildan beri shug'ullanasiz aka sport bilan? 2017-yildan beri asosan professional sport bilan 2017-yildan beri shug'ullanyapman. Erishgan yutuqlaringiz qanaqalar bo'lgan? Erishgan yutuqlar ko'p bo'lgan, xudoga shukr. 10 ta g'alaba bor, parajinlar ham bor, mag'lubiyatlar. Necha kilo vaznda? 77 dan. 77 kilo vaznda tez orada farg'onalik akamizni ham oktagonda ko'rishni kutib qolamiz. Mardonbek, o'zimiz farg'onaliklar qo'llab-quvvatlaylik Islom akamizni, xudo xolasa oktagonliga yo'llashlashida, xudo xolasa o'zimiz homiy bo'lib, qanaqa nima xizmati bo'lsa biz tayyormiz. Qo'llab tursalar ham bo'ldi. like bosib oktagonda hamda Parvizga atmetga qilib video jo'natib qo'yinglar. Jang beringlar, xudo xolasa yangi yulduz kelyapti, bosamiz. Jang ber, oktagon.